aldırıştın zerek taşındakmı? Yürek birle çıkıp havaya gireyli. Deyinice kuşunun kapısını bağcı deminin dirbekiga koyup akısını çağırdı. Aka bu yerde oturmayız. Oludu şehla. Ben bu yerde top oynayayım. Şehla bir bilen oturup zerikip seyrek kanadı karar. Bundaki kitabı oturuştaydı zerek işlikken. Mevcutluk teşnalıqı. Angliyada köken anlıqallarım. Abduqadir Jaloliddin. Yer şarıda bizmi ba. Avtorning kirish so'zi. Avazlıq kitab Abdi Tali. Mevcutluk teşnalıqı degan kitobimni yezib oxirlashtirib, uni yengillik va fikrga tashna o'qirmanlarimning qo'liga topshirish oldida turganligimdan yengillik va arom his qilaman. Balkim kitobdagi ba'zi bir bayonlarni talto'kis yengillik deb ketgilimi bo'lmas. Ammo ular yot iqlimlarga intilib o'zgacha rayonlarni o'z ko'zi bilan ko'rish fursatiga erishaolmagan kishilarimizga nisbatan oz to'la jalbkorlikqa ega bo'lishi mumkin. Mundaq qilayli do'stlar. Ularga o'zlarining tilida yaxshimisiz desak bo'ladi. Amerikaliklar inglizcha so'zlashidi. Inglizchada hello, yaxshimisiz degan gap. Amerikalik do'stimizga bu so'z bilan salom qilsak bo'ladi. Undaqda ammo afrikalik va yaponiyalik do'stlarimiz bilan qandoq salomlashamiz? Buni tas emas. Men yapon tilida yaxshimisiz deganni bilaman. Televizordan sayohat programmasi ko'rgan vaqtimda anglagan edim. Onam ikkimiz bu so'zni bir qancha qaytim takrorlab o'rganib olgan edik. Ajab yaxshi qilib ekanmiz, endi asqatadigan bo'ldi. Yapon tilida konnichiwa, yaxshimisiz degan gap. Yaponlik do'stimiz bilan shunday salomlashsak bo'ladi do'stlar. Sizlarni deb beqo'la qani. Konnichiwa, konnichiwa, konnichiwa. Ha, endi esimga keldi. Men bir hujjatli filmda ko'rgan. Uningda naqsh aytadigan afrikalik bolalar bor edi. Bir-biriga qandoq salom qiladi? Jambo. Dunyoning har qaysi joylaridagi kitob xumar do'stlarning kitob setaverishni osonlashtirish maqsadida Avlod kitob bozori qurilib ish boshladi. Kitob bozorimizdan 3000 parchadan ortiq Uyg'urcha kitob jurnallarni setib ola olasiz. Yangi chiqqan kitoblardan va har xil e'tibor faoliyatlardan dal vaqtida xabardor bo'la olasiz. Dunyoning qayerda bo'lmang, banka karta orqali osonlab pul to'lay olasiz. Zakaz bergan kitoblar Turkiya ichi sirtiga pochta orqali avatiladi. Torbat adresimiz www.chekit.avlodkitob.com. El-G'affar. Ey gunohlarni kechirim qilguchi Allah. Eng yoshurun ayıplarımni faqat senli bilasan. Ko'z yoshlarimni bekor ketkizmagin. Har qancha tog'dek gunohlarni sening rahmat dengizingda bulg'ayamaydi. Mening gunohlarim ko'p. Sening marhamating unudimni ko'p. Sen xatoliklarimni ota-onamdimi bakrak kechirguchisan. Ey Allah, ota-onamning, do'stlarimning gunohlarini mag'firat qilgin. Sen bandalaringga mehribonsan, ularni kechirishni yaxshi ko'rasan. Ey Allah, meni rahmatingga olgin, gunohlarimni afv qil. Avazlıq kitab Abdi Tali. Avazlıq kitab Abdi Tali. Farzand tarbiyasi haqida 700 taklif. Asli avtori Abdullah Muhammad Abdulmu'ti. Özleştirip tayyorlovchi Muhammad Amin Bishorat. Tahrirlovchi Habibullah Ahmed Qurban. Ovozda Muhammad Mushir. Kirish so'z. Ey mu'minlar, o'zinglarni va bola chaqanglarni do'zaxdan saqlanglar. Tahrim surasi 6-oyat. Sizlar hammanglar podichi, o'z padanglarga mas'ulsizlar. Boshliqmi podichi va o'z padisiga mas'uldir. Er kishi mu padichi va o'z padisiga mas'uldir. Ayol kishi mu padichi va o'z padisiga mas'uldir. Xizmatkor mu padichi va o'z padisiga mas'uldir. Demak, sizlar hammanglar padichi va cho'qim o'z padanglardan savol qilinsizlar. Avazlıq kitab Abdi Tali. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglitish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda
O'zbekiston yozuvchisi Ilhom Zoirning Shinjang universiteti nashriyati nashr qilgan Nasriddin Apandi Buxoroda nomli hajviy tarixiy romanini anglitishni boshlaymiz. Bu kishi Nasriddin Apandi-ku. Nasriddin Apandi deydi-ku. Nasriddin Apandi? Nasriddin Apandiga Şuningga aqlingiz yetmidimi bo'voy? Tezroq erga beringlar debdi bu qiz. erkak mahkamasa beshig'i ro'mol artish kerak. Kambag'alning beshida tayoq sindirdigan zamon bo'ldi bu. Odamlar meni emas, mansibni hurmat qiladi.